Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sklad bilan ishlashni o'rganamiz. O'zi umuman JetCafe dasturida sklad bizga nima uchun kerak? Skladimizda qancha narsa borligini doimiy ravishda kuzatib borish, bozordan turli xil mahsulotlar, masalliqlar sotib olib kelganimizda ularni miqdori bilan kiritish uchun undan foydalanish qulay va zarur. Mahsulotlarni dastur orqali sotganimizda esa dastur buni skladdan avtomatik ravishda minus qiladi va bunda qancha mahsulot qolganini bemalol kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 20 ta Pepsi olib keldik va shuni 12 tasini zakazga ursak 8 ta qoladi. Aynan shuni dastur avtomatik tarzda doimo nazorat qilib boradi. Skladimizdan osongina foydalanish maqsadida u sodda qilingan. Endi esa uning ishchi oynasi bilan tanishib chiqamiz. Oynaning yuqori chap qismida ikkita tugma mavjud. Bular сохранить hamda движение товара. Oynaning asosiy qismi esa quyidagilardan iborat. Birinchi ustunda mahsulotlar va taomlar alohida kategoriyalarda turadi. Keyingisi esa ostatk. Zakazlar berilgandan so'ng bu yerda Mahsulotlar va taomlardan qolgan ostatkalar, ya'ni qoldiqlar ko'rsatiladi. Keyingisi prixod. Bu yerdan menyuga yangi qo'shilgan yoki zakaz olish uchun tayyor bo'lgan mahsulot va taomlarning miqdorini qo'shish mumkin. Masalan, kunning boshida 150 ta lavashni kiritadigan bo'lsak, ya'ni prixod qiladigan bo'lsak, kunning oxirigacha 150 tadan hammasi sotiladigan bo'lsa, ostatkada 0 turadi. Bu ayniqsa muzqaymoq sotishda juda qo'l keladi. Bunda muzqaymoqni asosan vafli stakanni sanab beriladi va aynan uning soni prixod qilinadi va muzqaymoq ham shunaqa miqdorda sotiladi. Keyingisi spisaniya. Taomlar va mahsulotlarning sifati buzilganda yoki eskirganda yoki o'z hisobimizda zakaz uchun chiqarilganda bu yerga ularning miqdorini kiritish mumkin. Keyingisi esa kommentariy. Bu bo'limda nima sababdan mahsulot va taomlarni prixod hamda spisaniya qilganimizni kiritishimiz mumkin. Eskirganligi uchun spisaniya qilgan bo'lsak, shu yerga u haqida ma'lumot kiritishimiz mumkin. Endi prixod qilishni ko'rib o'tamiz. Mahsulotlar minus ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. Masalan, mana bu -5 kabi. Agar shuning prixod qismiga 5 ni kiritadigan bo'lsak, u 0 ga o'zgaradi. Endi esa boshqa narsalarga ham prixod qilib ko'ramiz. Mana prixodlarni ham kiritdik. Endi kiritilgan prixod to'liq amalga oshishi uchun saqlash tugmasini bosamiz. So'ng yana skladga qayta kirganimizda ostatkdagi miqdorlar ko'paygan holda paydo bo'ladi. Spisaniyada ham xuddi shunaqa. Masalan, tovarlarni kamaytirishimiz mumkin. Va bunda spisaniyaga kiritilgan har bir raqam qizil rangda bo'ladi. So'ngra bu yerni yana saqlanib qilamiz hamda skladga yana bir marta kirib ko'ramiz. Mana ostatkdagi miqdor kamaydi. Qaysi tovarimiz qaysi kuni qancha miqdorda prixod qilingani, spisat qilingani yoki zakazga chiqarilgani haqida savol paydo bo'lsa, buni движение tovari orqali ko'rishimiz mumkin. Buning uchun avval o'zimizga kerakli mahsulot yoki taomni belgilaymiz. Masalan, ko'za sho'rva hamda движение tovari tugmasini bosamiz. Va bizga mana bu oyna ochiladi. Oynaning mana bu qismida o'zimizga kerakli sanani kiritishimiz mumkin. So'ngra показать tugmasini bosamiz. Hamda shu sanalar oralig'idagi bu mahsulotga tegishli движениялар chiqadi. Ko'rib turganingizdek, dastlab boshida u ostatkada 0 miqdorda bo'lgan, so'ng 10 dona prixod qilingan va keyinchalik 4 ta sotilgan va mana oxirida ostatkada 6 dona qolgan. Boshqa mahsulotlarimizni ham xuddi shu tartibda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Pechat tugmasi orqali esa bu ma'lumotlarni chop etishimiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.